Agar siz rus tilini bir necha oy, hattoki bir necha yillardan beri o'rganib kelayotgan bo'lsangiz va haligacha natijaga erishmagan bo'lsangiz, demak muammo sizda emas. Muammo siz shunchaki noto'g'ri yondashganingizda. Bugun men sizga 2026-yilda rus tilini tez, samarali, eng muhimi stressiz o'rganish metodikalarini, to'g'ri yo'llarini o'rgatib o'taman. Aziz o'quvchilar, bu videoda siz 3 ta judayam muhim narsalarni bugun o'rganib olasiz. Birinchisi, bu 2026-yilda o'zi rus tilini o'rganishni eng samarali texnikalarini birgalikda ko'rib chiqamiz. Ikkinchidan, rus tilini gapira boshlash uchun 3 oylik sizga road map tuzib beraman. Shuni asosida siz sodda va o'zi umuman oson o'rganishingizga polностью tayyor metodika bo'ladi bu narsa. Va uchinchidan, o'zi ko'pchilik nimaga rus tilini shuncha harakat qilsam ham, shuncha narsa qilsam ham gapira olmayapman, o'rgana olmayapman degan mana shu savoliga yechimlarni ham berib o'tamiz. Endi agar siz rus tilini haqiqatdan o'rganmoqchi bo'lsangiz, bu videoni oxirigacha ko'ring. Keling, birinchi siz bilan tanishib olamiz. Mening ismim Muminova Asal Muxtarovna. Ilm markazi onlayn maktabida asosiy rus tili ustozi bo'lib faoliyat olib boraman. 6 yillik faoliyatim davomida ko'plab o'quvchilarimiz polностью razgovorga samarali metodika orqali erishgan va eng muhimi, bu narsaga biz juda ham qisqa muddatda erishganmiz, ya'ni atigina 3 oyda. Aziz o'quvchilar, mana sizga o'zimni tanishtirdim. Endi siz o'zingizni tanishtiring. Kommentariyalarda qaysi viloyatdan turib bizni darsligimizni ko'rayotganingizni yozib qoldiring. Biz esa davom ettiramiz. Hozir sizga endi ilm markazi haqida biroz gapirib beraman. Ilm markazi onlayn maktabi 2021-yil asos solgan bo'lib, shu qisqa muddat ichida 15 mingga yaqin o'quvchini o'qitib bo'ldi. Eng muhimi, ilm markazining grammatikasi ham, razgovor darslari ham asosiy narsada bazirovatsiya qiladi. Ya'ni bu natijada polностью mana shu yo'l faqat va faqat natijaga qaratilgan hisoblanadi va atigina 3 oyda biz 0 dan o'quvchilarni to'liq razgovor darajasigacha bemalol olib chiqa olamiz. Va bugun biz o'zi umuman ilm markazi bilan qo'llaydigan barcha metodikalarimiz, hattoki sirli texnikalarimiz haqida ham gapirib beraman. Aziz o'quvchilar, endi biz siz bilan muhim faktorlardan biriga to'xtalib o'tamiz. Nimaga ko'pchilik o'zi umuman rus tilini o'rgana olmaydi? Keling, ochiqchasiga hozir gaplashamiz. Ko'pchilik rus tilini o'rgana olmasligini sababi bir nechta omillarga borib taqaladi. Birinchisi, bu grammatikani birinchi o'ringa qo'yadi. Ya'ni hayotida faqat o'sha grammatikani yaxshilab yodlash kerak, yaxshilab o'tirib olib yozsa, xuddiki natijaga erishib qoladi va rus tili o'zini o'zi o'rgatib qo'yadigandek. Ikkinchisi esa so'zlarni ko'plar alohida ochib olib slovarni yodlaydi. Bu esa o'zi umuman effekt bermaydigan texnikalardan biri hisoblanadi. Eng yomoni va mana shu hamma harakatni 0 ga tenglashtiradigan faktorlardan biri, bu odamlar shunchaki gapirmaydi, amaliyotda qo'llamaydi, praktika qilishni xohlamaydi. O'zi umuman bitta narsani tushuntirib o'tmoqchiman. Til bu bilim emas, u ko'nikma. Demak, uni shakllantirish kerak. Har kuni harakat qilib, o'zidan o'zi o'tirib olib yodlaganingizdan sizda chiqib qoladigan rezultat bo'lmaydi. Hozir sizga misolda bitta narsani tushuntirib o'tmoqchiman. Tasavvur qiling, siz o'zi umuman ovqat pishirishni o'rganmoqchisiz. Uning uchun siz eng zo'r masalliqlarni oldingiz. Eng zo'r idishlarni tayyorladingiz va eng muhimi, eng qimmat retseptlarni eng zo'r shef-povurlardan sotib oldingiz. Sizga savolim, ovqatingiz mana shu holatda pishib qoladimi? Yoki siz ovqat pishirishni o'rganib qolasizmi? Mutlaqo yo'q. Sizning ovqatingiz pishmaydi, oldingizda faqat ko'plab vositalar bo'ladi, energiyangizni sarflagan, pulingizni sarflagan narsalar va oxirida natija yo'q. Rus tilida ham xuddi shunaqa. Tasavvur qiling, siz eng zo'r kitoblarni sotib olyapsiz. Eng zo'r qanaqadir metodikalarni o'tirib tomosha qilyapsiz va eng muhimi har xil slovarlar yodlayapsiz, harakat qilyapsiz. Oxirida siz rus tilida o'zidan o'zi gapirib qolasizmi? Mutlaqo yo'q. Rus tili nomi bilan til. U tilda bo'lish kerak, ya'ni unda gapirish kerak. Va gapirib ketish uchun albatta xuddi ovqatni pishirish kabi
Rus tilida ham oxirgi natijani ham qilish kerak. Ya'ni gapirishni boshlash kerak. Xato bo'lsin, qaysidir joylarda qiyin bo'lsin, lekin o'sha ko'nikmani shakllantirish kerak. Ovqatingizni birinchi pishirganingizda u ideal chiqmasligi mumkin. Rus tilida ham xuddi shunaqa. Birinchi marta gapirishni boshlaganingizda ideal chiqmaydi. Ovqatingizni bir kun tuzi balandroq bo'lib ketadi, bir kun pastroq bo'lib ketadi, bir kun даже kuyib ham ketishi mumkin. Rus tilida ham xuddi shunaqa. Gapingizda qayerdadir qanaqadir aksentologik xato qilasiz yoki bo'lmasam o'zi umuman qanaqadir joylarda noto'g'ri so'zni ishlatib qo'yasiz. Lekin bitta narsa bor, metod prоб и ошибок deydi. Qilaverasiz, xatolarni ustida o'zingizni mukammallashtirasiz. Rus tilida mana shu narsaga siz ko'proq o'zingizni qaratishingiz kerak bo'ladi. Ovqat pishirishda retseptlar, idish-tovoqlar bu faqatgina eng muhim vosita hisoblanadi, lekin natija emas. Rus tilida ham kitoblar, grammatik darslar, har xil lug'atlar faqatgina vosita, natijaga olib chiqish uchun foydalanilishi kerak bo'lgan. Lekin natijani o'zini asosiy o'sha nuqtasi emas. Shuning uchun faqat unaqa narsalarga tayanib qolmasdan polностью harakatni ham qilish shart hisoblanadi. Va sizga hozir muhim feedbacklardan birini berib o'taman. Agar siz o'zi umuman suzishni o'rganmoqchi bo'lsangiz, siz kitobni ochib o'qimaysiz qanaqa qilib suzish mumkinligi haqida. Siz shunchaki suvga tushib, to'g'ri texnikalarni qo'llab suzishga harakat qilasiz. Rus tilida ham xuddi shunaqa. Agar siz rus tilini o'rganmoqchi bo'lsangiz, gapirishni va to'g'ri metodlar orqali harakat qilishni boshlang. Mana biz siz bilan eng muhim faktorlardan biriga to'xtalib o'tamiz. 2026-yilda rus tilida gapirib ketish uchun eng muhim bo'lgan texnikalar. Birinchisi bu kontekst va kontekstda gapirish hisoblanadi. Ya'ni o'zi insonni miyasi so'zlarni alohida qabul qilmaydi, ya'ni u ortiqcha ko'p informatsiya hisoblanadi. Siz ko'plab so'zlarni yodlaganingizdan keyin uni bitta yig'indi qilib gap tuzolmay qolishingiz katta ehtimolga ega. Sababi ular даже unutam bo'lib ketadi. Rus tilida zamonlarga bo'ysunmaydigan, har xil turlarga shakllanib ketavermaydigan tayyor iboralar juda ham ko'p. Hattoki zamonlarga tuslansa ham, padejlarda misol deylik o'zgarib ketsa ham, ularni xuddi o'sha moslashtirib tayyor kontekst qilib yodlang. Misol keltiraman. Men ishlayapman. Rus tilida я работаю bo'ladi. Bu iborani siz kundalikda почти har doim qo'llaysiz. Ishlaydigan odamlar deylik, uy bekalari boshqa shunaqa doimiy ishlatadigan so'zini olish kerak. Yoki men bandman so'zi. Я занят или же я занята deb talaffuz qilinadi. Я занят мужской rodda, я занята женский rodda. Bu ham doim qo'llaniladigan iboralardan biri hisoblanadi. Endi keyingisi keyinroq gaplashamiz iborasini olaylik. Поговорим позже degani. Поговорим позже keyinroq gaplashamiz degani va buni ham biz juda ham ko'p ishlatamiz. Ko'pchilikni mana shu yerda razbor qilamiz. Qiladigan xatosi nimadan iborat? Mutlaqo hayotida natijaga erishish uchun umuman ishlatishi kerak bo'lmagan yoki odatda vobshe ishlatmaydigan so'zlarini nimagadir yodlashadi. Siz hozir bazaviy maqsadingiz razgovorga chiqib olish. Razgovorga chiqib olishda sizga qanaqadir rus tilidagi misol deylik, tam elementi Mendeleyeva yoki bo'lmasam deylik Yupiterning svoystvalari degan so'zlar mutlaqo kerak bo'lmaydi. Ko'plab slovarniklarda, zborniklarda darajasi ancha balandroq insonlar uchun beriladi ba'zi bir so'zlar. Ba'zi bir so'zlar umuman kasbiy qanaqadir professionalniy frazalar hisoblanadi, kasbiga doir. O'shaning uchun ular beriladi. Siz o'tirib olib shularni ham yodlaysiz va albatta u sizga ortiqcha ko'p ma'lumotdek ko'rinadi va oxirida shuncha so'z yodlasam ham, lekin rus tilida gapirib keta olmadim deysiz. Albatta gapira olmaysiz, chunki siz u so'zlarni hayotda qo'llamaysiz. Nima uchun u so'zlar sizga kerak? Siz o'zingizni kundalikda turmushda o'rab turadigan, doimiy ishlatadigan sodda so'zlaringizdan boshlang. Har kuni misol deylik ovqatlanasizmi? Bo'ldi. Bugundan boshlab я кушаю yoki bo'lmasam har kuni o'tirasizmi? Сейчас я сижу. Shunaqa doim qo'llaydigan so'zlaringizdan boshlang. U kasbiy terminologik qanaqadir atamalarga keyin o'sha razgovorga chiqib olganingizda upgrade qilish uchun yoki levelingizni ko'tarish uchun bemalol gapirib o'rganib keta olasiz. Lekin boshlang'ich shaklda o'rganayotganingizda startoviy etapda doim qo'llaydigan so'zlaringizdan boshlang.
qo'llamaydigan so'zlaringiz sizga ortiqcha ma'lumot va ortiqcha yuk hisoblanadi. Aziz o'quvchilar, endi biz siz bilan birgalikda keyingi etapga o'tamiz. Ya'ni shadowing texnikasini birgalikda ko'rib chiqamiz. Hozir meni diqqatlik bilan eshiting. Shadowing texnikasini qayerda qo'llasam bo'ladi, nima u deydigan bo'lsangiz, birinchi o'rinda shadowing bu siz so'zni eshitib darhol ketidan takrorlashingiz hisoblanadi. Endi uni qayerda qo'llashingiz mumkin? Birinchi o'rinda eng bazaviy bu film tomosha qilayotganda. Rus tilini samarali o'rganish uchun nimalar qilish kerak desa, ko'plar film tomosha qilish kerak deydi. Uni shunchaki tomosha qilishni o'zi yetmaydi. Tomosha qilish bu shunchaki sizga emotsional qanaqadir zavqni beradi xolos. Siz bu yerda nima qilishingiz kerak bo'ladi? Qahramonlarni gaplarini eshitib, o'sha yerda qo'llayotgan so'zlarini holatini aniqlang. Qaysi holatda qanaqa so'zlarni qo'llayapti? Mana misol deylik, jahli chiqqanda nima deyapti o'sha qahramonlar? O'shalarni momentlarini o'rganib, talaffuz boyagi aksent bilan va taqlid qilib bemalol talaffuz qilsangiz bo'ladi ketidan. Shunda siz holatda o'rganasiz va o'zi umuman qo'llash holatlarini ham o'rganib olasiz. Misol deylik, qahramon filmda aytayapti, men bugun kelmayman deyapti. Я сегодня не приду dedi. Siz ketidan uchinchi shaxs nomidan takrorlang. Natasha сказала, что она сегодня не придет. Natasha aytdi, u bugun kelmasligini deb. Va qahramonlarning gaplarini ko'proq shunaqa qilib qaytaravering. Filmni ko'rganingizdan keyin kimgadir gapirib bering. O'sha emotsiyalar bilan передавать qilishni, o'sha emotsiyalar bilan yetkazishni harakat qilsangiz, sizni o'zingiz ham rus tilida o'sha tilni moslashuviga o'zingizni o'rgatib olasiz. Aksentingizni ham hattoki shu orqali yo'qotasiz. O'zi любой tilni o'rganayotganda birinchi o'rinda biz o'sha tilni nositellariga ko'proq taqlid qilib, shularni ohangi bilan gapirishga harakat qilishimiz kerak. O'shanda bizda ko'proq aksentimiz bartaraf etilishiga yordam beradi. Aziz o'quvchilar, bu metodlarni qo'llash uchun siz super filmlar to'plamlarini yoki bo'lmasam aynan rus tilida razgovorga olib chiqadigan kinolar ro'yxatini kutishingiz yoki o'zi umuman qidirishingiz ham shart emas. 21-asrda deyarli hamma joyda rus tilini o'rganish uchun top 5 ta film, top 10 ta film degan spisklar juda ham ko'p. Siz shunchaki ularni oling va filmlarni o'sha ko'rishni boshlang. Tasavvur qiling, hozir siz o'tkir syujetli film ko'ryapsiz va men o'sha asosiy qahramonman deylik. Endi nima bo'ladi? Men aytayapman, "Нет, меня не зовут Nargiza, меня зовут Asal" dedim. Ya'ni yo'q, meni ismim Nargiza emas, meni ismim Asal dedim. Endi siz mashq qilib ko'ring. Uni ismi Nargiza emas ekan, uni ismi Asal ekan deb uchinchi shaxs nomidan gapirib berib ko'ring mana shu filmni parchasini deylik. Kommentariylarda hattoki buni shakllantirib yozib qo'ysangiz ham bo'ladi. Biz albatta tekshirib chiqamiz. Keyingisi bu mini dialoglar hisoblanadi. Ilm markazi aynan razgovor darslarida faqatgina mana shu metodlarni qo'llaydi. Ya'ni ko'proq va ko'proq har xil situativ suhbatlar yaratish. Bankda yoki bo'lmasam ko'chada, kafeda, restoranda shu kabi dialoglarni tuzib borish. Uning uchun juda ham katta slovarniy zapas kerak emas. Uning uchun bazaviy ishlatiladigan so'zlarni o'sha birinchi o'rgatgan metodikamdek tayyor kontekst gaplarni ishlatib ham bemalol o'rniga mos keluvchi nima kerak bo'lsa shuni qo'llab dialoglar tuzib ketaversangiz bo'ladi. Например, сколько стоит so'zini o'rganib oldingiz. Birinchi metodimiz orqali сколько стоит, nech pul turadi. Endi uchinchi metodda siz shundan dialog tuzing. Сколько стоит куртка? Сколько стоит вода? Сколько стоит мука? Сколько стоит хлеб? Bu sizga уже nima bo'lyapti? Do'konda, kiyim do'konida yoki dorixonada mavzularga tayyor birinchi savolingizni demak ro'yxati shakllanib chiqyapti o'zidan o'zi. Demak, siz nima qilishingiz kerak bo'ladi? Ko'proq aynan situativ dialoglarga e'tibor qarating. Chunki o'zi logichni o'ylaydigan bo'lsak ham,
Siz kimdir bilan har doim rus tilida suhbatda bo'lasiz. Siz rus tilida hech qachon o'zingiz bilan o'zingiz просто tak gaplashmaysiz. Aynan shuning uchun siz ko'proq dialoglarni yodlang. Va ilm markazi ham xuddi shunaqa metodni qo'llaydi. O'quvchilarni paralarga qo'yib yoki ustoz bilan yoki yordamchi ustoz bilan ham doim shunaqa ko'proq faqat va faqat razgovor qilishga harakat qiladi. Razgovor qilishga harakat qiladi deganda koinot haqida, yer haqida, qanaqadir sayyoralar haqida gapirishmaydi. Aynan doim kerak bo'ladigan aptekada, qurilishda, kafeda, restoranda o'zini tanishtirish mavzularini doim yoritib boradi. Aziz o'quvchilar, hozir men sizga aytib o'tgan 3 ta eng katta texnikamni ilm markazi shu kungacha to'liq qo'llab kelgan. Bu osmondan olingan metodlar emas, bu o'sha 15 mingga yaqin o'quvchini natijaga olib chiqqan effektivniy metodlar hisoblanadi. Bugun men sizga shuni mutlaqo bepul o'rgatib o'tyapman. Aynan shuning uchun siz bularni mahkam ushlab olib, yaxshilab qo'llang va albatta ko'proq va ko'proq praktika qiling. Agar shu narsalarga siz amal qiladigan bo'lsangiz, обязательно natijaga erishasiz. Biz esa davom ettiramiz. Mana biz samarali o'rganish uchun metodlarni ko'rib chiqdik. Endi o'sha o'rganish yo'lini 3 oylik roadmapni birgalikda tuzamiz. Demak, birinchi oyimiz nimalarga bag'ishlangan bo'ladi? Birinchi oyda siz insonda o'zi umuman adaptatsiya, ya'ni moslashuv boshlanadi. Siz tilni o'rganyapsiz. Tilingiz, jag'ingiz, hattoki artikulyatsionniy apparatingiz birinchi marta bu narsaga to'qnash kelyapti. U endi doimiy gapirishga moslashish kerak. Sekin-sekin siz o'zingizni ham mana shu joyda moslashtirib, ya'ni rus tilida gapirishga moyillashtirib borishingiz shart bo'ladi. Chunki 2-oyda yoki 3-oyda bu narsani qilaman deydigan bo'lsangiz, bo'ldi, siz natijaga erishmaysiz. O'sha juda kech. Birinchi qadamni boshida qo'yish kerak, oxirida emas. Endi bu yerda nima bo'ladi deydigan bo'lsangiz, siz birinchi o'rgangan so'zlaringizni o'zingizni moyillashtirib, moslashtirib, praktikada qo'llashni boshlashingiz shart bo'ladi. Nima qilasiz? Misol deylik, bu kniga. Bugundan boshlab bu siz uchun kitob bo'lmasin. Ona tilingiz esingizdan chiqib qolish koeffitsiyenti juda ham past, lekin chet tilini o'rganayotganingizda so'zlarni esdan chiqarib qolish koeffitsiyenti juda ham baland. Bugundan boshlab bu siz uchun kniga bo'lsin. Knigani oldim, knigani qo'ydim, knigani o'qiyapman, kniga bilan dars qilyapman deb xatabi so'zni moslashtirib boring. Chunki bu etapda sekinlik bilan nakopительный effekt ga o'zi umuman xos. Ya'ni nima qilasiz? Bir kun bu so'zni yodladingiz, o'zingizni moslashtirdingiz. Ertaga boshqa so'z bilan polностью bitta gap, fraza gapirishni boshlaysiz va sekin-sekin o'zi umuman hayotingizga rus tilini qo'shib borasiz va oxirgi etapda siz o'zi chiroyli qilib o'rgangan bo'lasiz. Ancha so'zlarni o'zingiz bilmagan holatda rus tilida qo'llayotgan bo'lasiz va o'zi umuman birinchi oyni asosiy maqsadi nimalardan boshlanadi? Bu qo'rquvni sindirish. Men gapira olmayman, men shuncha harakat qilsam ham menda o'xshamaydi degan narsani yengish hisoblanadi. Odam qilgan ishni odam qiladi. Bizda mana 15 mingdan ortiq o'quvchi polностью rus tilida gapirdimi? Demak, siz ham bemalol shularni safida gapirib keta olasiz. Mana shu yerda o'sha o'rgana olmayman, yodla olmayman degan narsani elementarni, bazaviy so'zlarni olib singdirishdan boshlang. Shuni o'zida уже siz qancha gapiryapsiz, ko'proq talaffuz qilsangiz va o'zi umuman o'sha qo'shimcha filmlar ko'rib eshitishni boshlasangiz, siz o'zingiz bilmagan holatda 300 tadan 500 tagacha bemalol gap yodlab qo'ygan bo'lasiz. Faqat har kuni uning uchun harakat qilish kerak bo'ladi. Birinchi oy bizda o'sha umumiy moslashuv bo'ldi. Demak, o'zimizni mana shu rus tilini o'rganishga moslashtirdik. Ba'ziviy so'zlarni gapirishni boshladik. Endi 2-oyimizga o'tamiz. 2-oyda biz siz bilan birgalikda nimalar qilishimiz kerak bo'ladi? 2-oyda o'rgangan bilimlaringizni, uyatchanligingizni yengganingizdan keyin уже полностью siz birinchi oyni bazasi asosida gapirishni boshlashingiz kerak bo'ladi. Gapirishni boshlash deganimda birinchi oyda siz gapirishni boshlagansiz. Bu yerda уже insonlar bilan suhbatlar qurishni boshlagan bo'lishingiz shart bo'ladi. Ya'ni siz kafega borganingizda bir marta bo'lsa ham ofitsiantga rus tilida zakaz berib ko'ring. Можно мне воды yoki bo'lmasam deylik, можно мне cappuccino deb. Siz hech qachon insonlar ustimdan kuladi
yoki bo'lmasam noto'g'ri talaffuz qilib qo'yaman deb o'ylamang. Hattoki ofitsiantga ham aytsangiz bo'ladi. Men rus tilini o'rganishni boshladim. Maylimi sizga zakaz berib ko'rsam, agar xato bo'lsa to'g'rilab qo'ying deb aytib bemalol zakaz berib ham ko'rsangiz bo'ladi. Insonlar va faqat xursand bo'lishadi siz o'zingizni bilmingizni ularga ishonib topshirayotganingizda. Va sekin shunaqa etaplar qilib ko'ravering. Dorixonaga borganingizda qanaqadir dorini demak rus tilida sotib olib ko'ring yoki o'sha qanaqadir kassa mahsulotlarni kassasiga borganingizda общий chek сколько вышел deb bemalol so'rab ko'ring. Umumiy chek qancha bo'ldi deb. Yoki bo'lmasam я оплачу картой, я оплачу наличными deb, demak ikkinchi oyda полностью hattoki o'zingizga challenge qilsangiz ham bo'ladi. Bugun bitta borgan joyimda rus tilida gaplashaman deb demak qanaqadir challenge qilib ko'ring. Misol ishga kelganingizda bugun men ishxonada faqat rus tilida gapiraman deb. To'g'ri, hamma so'zlarni ham полностью gapirib keta olmaysiz, lekin хотя бы rus tilida biladigan so'zlaringizni amalda qo'llang. Mana biz qiyinchilik bilan boshlangan birinchi oyimizni, уже sekin mevasini sezishni boshlagan ikkinchi oyimizni ham o'tib bo'ldik. 3-oy bu уже umuman udarniy doza rezultata bo'lishi kerak. Endi biz siz bilan birgalikda 3-oyda erkinlikka erishimiz kerak bo'ladi. Fikr bildirish, o'zi umuman qanaqadir holatlarda situativniy suhbatlarni bemalol o'zingiz olib borishingiz kerak bo'ladi. Tasavvur qiling, 90 kun siz tinmasdan har kuni rus tilida gapiryapsiz. Va nihoyat уже umuman 60-70 kunlarda siz spokойно gapira olishingiz kerak. Xotirjam, shoshilmasdan, xato bo'lsa ham hech nima qilmaydi. Xatoni bemalol to'g'rilasa bo'ladi. Insoniyat borki, u xato qiladi. Tak что просто o'sha xatolaringizni ustida ishlashni bilishingiz kerak bo'ladi va sekin-sekin полностью gapirishni boshlashingiz kerak bo'ladi. Oson holatlar bo'yicha fikrlaringizni bildirib ko'ring. O'zi umuman bugun boshida siz 2-oyda ofitsiantga bitta narsani полностью zakazini berayotgan bo'lsangiz, 3-oyda siz bemalol полностью zakaz berib, shotni so'rab, hattoki o'zingizni ovqat haqidagi fikringizni ham bildirib o'tsangiz bo'ladi. 3-oyda o'zi umuman rus tilida полностью gapirib ketgan bo'lishingiz kerak. 3 oyda rus tilida gapiraman degan fikr bilan yurgan bo'lsangiz, siz mutlaqo noto'g'ri fikrda yuribsiz. Sababi siz 1-oyni o'zidayoq gapirishni boshlagan bo'lishingiz kerak. 3 oy o'qib gapirib ketaman desangiz, bitta narsani unutmang. 3 oy o'qiganingizdan keyin уже hammasi kech bo'lgan bo'ladi. Yana siz boshqatdan assimilyatsiyaga, o'sha adaptatsiyaga, yana siz o'sha uyatchanligingizni yengishga bekorga vaqt yo'qotib qo'yasiz. Shuning uchun 3 oy behuda o'tkazish kerak emas. 3 oy полностью natija uchun harakat qilish shart hisoblanadi. Hozir men sizga juda ham ko'p metodlarni, o'zi umuman o'sha 3 oylik xaritani ham gapirib berdim va ko'plar aytadi, atrofimda meni unaqa muhit yo'q. Men har kuni kafega chiqmayman, siz aytadigan metodlarni qo'llab ko'rish uchun. Misol deylik, hattoki dorixonaga ham chiqmayman. O'zi umuman atrofimda rus tilida ham gapiradigan odamlar bo'lmasa, qayerda, qachon, qanaqa qilib qo'llayman va rus tilini nimaga men mustaqil o'rgana olmayman degan o'sha savollaringizga hozir birgalikda yechim ham beramiz. Rus tilini nimaga siz o'zi umuman yolg'iz o'rgana olmaysiz? Sabablari juda ham oddiy tushuntirib o'taman. Birinchi o'rinda sizda nazorat yo'q. Ikkinchi o'rinda sizda bahona juda ham ko'p, atrofimda rus odamlar yo'q deb, обязательно sizga rus odam bo'lishi shart, rus tilida gapirib ketishingiz uchun sizni xayolingizda va nazdingizda. Va o'zi umuman o'zingiz uchun faqat nima desam, yolg'iz samarasini bermaydigan narsani qilib o'tirgandek tuyulasiz, sababi sizda motivatsiya tushib ketadi. Endi sizga bitta misollarni tushuntirib o'taman. O'zbekistonda juda ham ko'plab insonlar hind tilini o'rganishadi, lekin ularni atrofini полностью hindlar bosib ketib, ular dorixonalarga kirib hind tilida zakazlar berayotgani yo'q. O'zbekistonda insonlar qanaqadir ispan tilini o'rganishyapti. Ularni atrofini ispanetslar o'rab ketgan yo'q, yoki ular kafeda ispan tilida qanaqadir buyurtma berishayotgani yo'q. Rus tili eng nabarot o'rganish uchun optimalniy har tomonlama jamiyat sizni o'rab turgan til hisoblanadi. Agar rostdan ham siz mustaqil o'rgana olmayotgan bo'lsangiz, ko'plab harakatlar qilgan bo'lsangiz, sizga to'g'ri tizim va eng muhimi rus tilida eng yaqin va eng to'g'ri suhbatdoshingiz bo'la oladigan mentor talab qilinadi. Sabablarini ham aytib o'taman.
Siz har kuni ko'chaga chiqmaydigan bo'lsangiz, siz har kuni o'sha boya aytganimdek aptekaga kirib dorilar olmaydigan bo'lsangiz, sizni mentorlaringiz sizga eng zo'r suhbatdosh bo'la oladi. Ya'ni razgovor darslarda siz bilan полностью aynan shunaqa situativniy dialoglar bilan gaplashib, sizni постоянный intizomingizni nazorat qilib turadigan, tepangizda turadigan shaxs bo'lishi shart. Va eng muhimi, o'sha shaxs bilan siz komfortni, xotirjam, shoshilmasdan va eng muhimi o'zi o'sha дружественный obstanovkada bemalol o'rgana olishingiz kerak bo'ladi. Aynan shuning uchun ham men sizga bugun shunchaki hammasini emas, har bir og'rig'ingizga yechimlar ham berib o'taman. Albatta yechim bitta. Bu Ilm markazi onlayn maktabi hisoblanadi. Ilm markazi onlayn maktabi 2021-yil Alabergan Egamberdiyev tomonidan asos solingan va o'zi umuman bu kurs atigina 90 kunda sizni noldan razgovorgacha olib chiquvchi eng samarali metodikasi bor yagona onlayn maktab hisoblanadi. Endi tushuntirib o'taman, nimaga bunaqa ekanligini. Ilm markazi onlayn maktabimizda darsliklarimiz haftada 6 kun bo'lib o'tadi. Ya'ni deyarli har kuni 3 kuni grammatik darsliklar bo'lsa, 3 kuni полностью razgovor darsliklar bo'ladi va eng muhimi sizga yana qo'shimcha yordamchi ustoz ham biriktiriladi. Ya'ni sizda kichik suhbat darslari ham bo'ladi. Bu nimaga yordam beradi? Ko'pincha joylarda nima bo'ladi? Dars kuni siz grammatik mavzuni tushunishingiz kerak bo'ladi va undan keyin o'zlashtirib bo'lganingizdan keyin yana uni praktika qilishingiz ham kerak bo'ladi. 1,5 soatning ichida siz mutlaqo buni hammasiga ulgurmaysiz. Shuning uchun hamma narsa dabi kak bo'lib qoladi. Bir kun praktika bilan o'rganib ketaman-da mana shu mavzuni deb. Yo'q, hamma narsa o'rganib ketaman-da deb qurilmaydi. Bugun o'tirib yaxshilab mavzuni tushunishim kerak deb quriladi. Aynan shuning uchun bizni grammatik darsliklarimiz va praktika qo'llanilishi kerak bo'lgan razgovor darsliklarimiz va alohida yordamchi ustoz bilan ham darsliklar har xil kunlarda alohida belgilangan. Hurmatli o'quvchilar, eng muhim faktorlardan biri grammatik darsliklarimiz haqida hozir sizga ma'lumot berib o'taman va o'zingiz uchun ham bundan keyin to'g'ri grammatik darsliklar qanaqa bo'lishini tushunib olishingiz shart bo'ladi. Birinchi o'rinda grammatik darsliklarimiz haftada 3 kun olib boriladi. Bu esa sizda intizomni shakllantiradi. Ya'ni siz sistematichna dars qilib borasiz. Ana o'lda-jo'lda bo'lib qolmaydi. Har xil vaqtda, har xil holatda va shu bilan siz o'zi umuman rus tilida doimiy sistematichnisni o'zingizda shakllantirasiz. Grammatik darsliklarimiz O'zbekistonda yagona bo'lgan metodika asosida qurilgan. Ya'ni bizni darsliklarimiz kino lavhalar bilan shakllantirilgan. Siz qanaqadir misol deylik grammatik mavzuni ko'rasiz va undan keyin filmlardan parchalar beriladi. Siz mana shu yerda shunchaki qanaqadir tasavvuringizda gaplar tuzmaysiz, уже полностью tushunasiz. Mana shu grammatik konstruksiyani qayerda, qanday qilib qo'llash mumkin variantlarini bemalol amalda ham ko'rib chiqasiz. Va eng muhimi bu yerda siz har xil nutqni eshitasiz rus tilidagi, har xil holatlarni eshitasiz rus tilidagi va shu bilan o'sha grammatik mavzuni o'zlashtirishingiz sodda va oson bo'ladi. Chunki siz полностью tasavvuringizda emas, уже amaliyotda ko'rasiz, qayerda nimani qo'llash kerakligini. Sizga mana shu yerda yana bitta misol beraman. Siz olmani ko'rmasangiz tasavvuringizda u boshqacha narsa bo'laveradi. To olmani ushab, xislatlarini bilmaguningizgacha siz qanaqadir boshqa tasavvurda yuraverasiz va xuddi shunaqa grammatik darslikni siz o'rganganingizdan keyin siz mutlaqo uni konstruksiyasi xayolingizda boshqacha bo'lishi mumkin, uni amaliyotda ko'rmaguningizgacha. Va bu sizga rus tilidagi turli nutqni eshitishingizga ham eng samarali metod hisoblanadi. Grammatik darsliklarimiz bizda maxsus platformada olib boriladi. Platformamiz 24/7 ishlaydi va eng muhimi siz o'zingizga qulay vaqtda, qulay lokatsiyada bemalol platformani ochib darsliklarimizni ko'raverasiz. Eng muhimi grammatik darsliklarni, vazifalarini bajarib bo'lganingizdan keyin siz umuman o'zi ustozni tekshirishini kutib o'tirmaysiz. Platformani o'zi sizga полностью hammasini tekshirib beradi. Va eng muhimi siz xato qilsangiz xatolaringizni ko'rsatadi
va hattoki xatolaringizni qayta to'g'rilab ham ishlash imkoniyatiga egasiz. Mana shu yerda intizomdan tashqari siz mavzuni xohlaysizmi, xohlamaysizmi o'zlashtirishingizni polностью platforma sizga singdirib qo'ygan. Ya'ni agar siz mavzuni 80% dan past o'zlashtiradigan bo'lsangiz, keyingi darslik sizda shunchaki ochilmaydi. Bu degani siz darslikni diqqatlik bilan qayta ko'rib, xatolaringizni ustida ishlashingiz shart degani. Bu esa albatta eng zo'r natijaga olib chiquvchi yo'l hisoblanadi. Grammatik darsliklarimiz Ilm markazi onlayn maktabida naqd 42 ta darsdan iborat hisoblanadi. Eng muhimi, har bir darsliklarimizga maxsus darsdan keyin mashqlar biriktiriladi. Mashqlar nimaga yordam beradi deydigan bo'lsangiz, albatta o'sha o'zlashtirgan konstruksiyangizni sразу же esingizdan chiqib qolmasa qo'llab ko'rishingiz uchun va undan keyin esa har bir darslikda matnlar biriktiriladi. Matnlar esa grammatik darsdagi konstruksiyani o'sha amaliyotda o'qib, o'zingiz ko'rishingiz uchun har xil holatli matnlar beriladi va audiolar beriladi. Audiolar nimaga yordam beradi deydigan bo'lsangiz, albatta o'sha sluxavoy vосприятияni shakllantirish uchun, ya'ni eshitish qobiliyatingizni rus tilida shakllantirish uchun va albatta testlar beriladi. Eng muhimi, sizga kerakli bo'ladigan to'g'ri lug'atlar beriladi. Boya aytganimdek, Yupiter, koinot degan so'zlar ichida bo'lmaydi. Siz real hayotda, real amaliyotda qo'lla oladigan so'zlar to'plami har bir dars beriladi. Biz keyingi etapimizga o'tamiz. Endi, hurmatli o'quvchilar, bularning barchasi aynan shu ilm markazining unikal metodikasi hisoblanadi. O'zi umuman mavzular ham murakkablashtirib, qanaqadir tushunarsiz gaplar bilan tushuntirilmagan. Bizda hammasi sodda, oson va lo'nda qilib sizga kichik videoda mavzu inson tilida to'liq tushuntirib berilgan hisoblanadi. Endi biz razgovor darslarimizga o'tamiz. Razgovor darslarimizga o'tishdan oldin sizga aytib o'tmoqchiman, o'sha ideal grammatik dars qanaqa bo'lishini хотя бы как minimum siz bilishingiz, hattoki o'zingiz mustaqil o'rganaman deydigan bo'lsangiz, shularni o'zi umuman qo'llashingiz uchun eng zo'r feedback bu. Bundan to'liq foydalanib qoling. Va razgovor darslarimizning eng muhim feedbacklaridan birini berib o'taman. Razgovor darsliklar ham haftada 3 kun bo'lib o'tadi. Birinchi kun siz grammatik darslikni ko'rsangiz, ertasi kuni siz sразу uni razgovor darsda amaliyotda qo'llaysiz. Razgovor darsliklarimiz ilm markazida faqat belgilangan vaqtlarda bo'lib o'tadi. Agar siz polностью razgovor darsini o'zingizga qulay vaqtda qo'ymoqchi bo'lsangiz, bemalol hattoki individualniy kurslarni ham sotib olishingiz mumkin bo'ladi. Kurslar haqida hali podrobno tushuntirib o'taman. Razgovor darsliklarimiz aynan sizni razgovoringizni oshirish uchun moslashtirilgan. Ya'ni sizni yozish qobiliyatingizni, o'qish qobiliyatingizni emas, faqat va faqat gapirishga qaratilgan. Bu yerda sizni aksentingizni ustida ishlaymiz. Bu yerda o'zi umuman sizni uyatchanligingizni yengamiz va bu yerda biz faqat va faqat gaplashamiz. Razgovor darsliklarimizni sizga shunchaki havaskor insonlar emas, C1 hamda C2 darajasidagi professional ustozlarimiz olib borishadi. Ular kamida 4 yildan 25 yilgacha tajribaga ega. Ular shunchaki, misol deylik, bugun o'tirib men ustoz bo'laman deb qaror qabul qilgan shaxslar emas. Ular doim o'quvchilar bilan ishlab kelgan, eng og'riqli nuqtalarni biluvchi, o'zini ishini katta professionallari hisoblanishadi. Ya'ni ular siz bilan nafaqat o'zi umuman rus tilida, balki eng kuchli psixologik ham darslardagi metodlarni qo'llashadi. Siz gapirib ketishingiz uchun, o'zi umuman mana shu uyatchanligingizni yengish uchun eng effektivniy metodlarni qo'llab borishadi. Bu bilan hammasi bilan уже gapirib ketmaslikni iloji yo'q, hurmatli o'quvchilar. Lekin bu hali hammasi emas. Sizga to'liq tushuntirib o'taman. Razgovor darsliklarimiz 39 ta razgovor darsidan iborat. Ustoz bilan savollarga o'zi umuman javob beruvchi Telegram muloqoti biriktiriladi sizga va albatta deylik, o'sha razgovor darsliklarimiz prosta grammatik asosida qurilib qolmagan, aynan razgovor uchun yangi mavzularni bu yerda o'rganasiz. Hurmatli o'quvchilar, bu hali hammasi emas edi. Sizga endi eng zo'r yana faktorlardan birini aytib o'taman. Bu albatta yordamchi ustoz hisoblanadi. Yordamchi ustozingiz sizga aloqaga chiqib rus tilida turli grammatik darsni o'zlashtira olmagan yoki razgovor darsi o'zlashtira olmagan mavzungiz asosida 10-15 daqiqa suhbat quradi. Bu nimaga yordam beradi deydigan bo'lsangiz, birinchi o'rinda o'ylab ko'ring. Siz razgovor darsda faqat ustozingizni ko'rasiz, guruhdoshlaringizni ko'rasiz va rus tilingiz shuni doirasi ichida qoladi. Ya'ni siz komfort zonangizga tushib qolishingiz ehtimoli katta.
Faqat siz ustozingizni rus tilidagi nutqini eshitasiz, guruhdoshlaringizni nutqini eshitasiz. Yordamchi assistent sizga qo'shimcha yana tashqi omil bo'lib bu yerda ishtirok etadi. Qo'shimcha mavzular, turli holatlar bo'yicha aloqaga chiqadi va hattoki yordamchi ustozingizni suhbat mavzulari, darslari ham alohida boshqa mavzular hisoblanadi. Ularni hammasi bitta emas. Bu polностью sizga rus tilidagi har bir sohani o'rganib chiqishga yordam beradi. Misol, yordamchi ustozingiz sizga bugun telefonda aloqaga chiqib, misol, men bugun zakaz qabul qiluvchi insonman, siz menga ovqat buyurtma bering deb telefon qiladi. Siz уже сразу yordamchi ustoz ekanligini bilib, unga qanaqadir ovqatni buyurtma berishingiz kerak bo'ladi. Bu inson bilan to'g'rima-to'g'ri kutilmagan holatlarda kommunikatsiyaga sizni moslashtirib boradi. Yordamchi ustozingiz tomonidan sizga nimalar beriladi deydigan bo'lsangiz, birinchisi bu aytib o'tganimdek hayotda kerak bo'ladigan qo'shimcha mavzular asosida suhbatlar. Ikkinchisi yordamchi ustoz nazorati, ya'ni platforma o'zi sizni tekshirishdan qat'iy nazar yordamchi ustozingiz ham sizni platformani qanchalik o'zlashtirayotganingizni doimiy tekshirib boradi. Bu sizdagi nazoratni kuchaytiradi va albatta savol-javoblar uchun yordamchi ustozingiz bilan maxsus bot biriktiriladi sizga va eng muhimi doimiy aloqa xizmati. Ya'ni siz o'sha haftada определенный kun borib yordamchi ustozim bilan gaplashaman, o'shangacha savollarimni miyamda yig'ib turaman deb kutib o'tirmaysiz. 24/7 siz bilan aloqada bo'lishadi. Hurmatli o'quvchilar, boya aytganimdek, men har bir muammoga eng kuchli yechimlar bilan bugun kelganman. Eng samarali ilm markazining metodikalari va metodlaridan biri bu workbook ham hisoblanadi. Rus tili 90 kunda kitobi maxsus ilm markazi tomonidan ishlab chiqilgan bo'lib, o'zi umuman polностью mana shu hamma o'rgangan bilimlaringizni yana ham mustahkamlashga, yana ham kuchaytirishga qaratilgan hisoblanadi. Bu shunchaki kitob emas, hurmatli o'quvchilar. Bu o'zi umuman mavzuni to'liq tushunish uchun mavzuga qo'shimcha doir mashqlar to'planmasi hisoblanadi va eng to'g'ri o'zi umuman samarali kitoblardan biri. Ushbu kitob sizni aynan noldan bo'lgan darajangiz uchun moslashtirilgan hisoblanadi va albatta bu yerda ham siz hech qachon hayotda uchratmaydigan, ishlatmaydigan mavzularingizdan so'zlar berilmagan, o'shandan mashqlar berilmagan, har biri faqat va faqat sizni razgavoringizni oshirishga yo'naltirilgan va mo'ljallangan hisoblanadi. Ushbu kitobda siz o'zi umuman asosiy grammatik mavzularni kichik konspektlarini uchratasiz. Mana bu yerda hatto kichkina obzor qilib beraman sizga. Misol deylik, mustasno holat so'zlarini polностью ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Har xil o'zi umuman asosiy misol grammatik mavzuni sodda kichik sxemalashtirilgan konspektini ko'rasiz. Undan keyin esa albatta audiolar bilan bajariladigan vazifalarni ko'rasiz, chunki siz har tomonlama rus tilini o'rganayotganda eng muhim metodlarni qo'llashingiz kerak bo'ladi. Ya'ni siz audioni eshitasiz va eshitganingiz qanaqadir vazifalarni kitobni o'zida bemalol bajara olasiz va albatta bu yerda ham qo'shimcha sizga mashqlar beriladi. O'zi umuman maxsus qiziqarli vazifalar ham beriladi. Polностью kitob faqat sizni zeriktirib qo'ymaydi. Qiziqarli interaktiv vazifalar ham kitobni o'zida jamlangan. Va albatta eng qimmatbaho bo'lgan kitobda qo'shimcha ma'lumotlar ham o'rganasiz. Shunchaki bu рабочая tетрадь emas. Bu o'sha umuman o'rgangan bilimingizni mustahkamlash uchun vosita hisoblanadi. Agar siz bugunoq ilm markazi onlayn kurslariga aynan shu video orqali ro'yxatdan o'tsangiz, mana shu effektivniy kitobimiz sizga bonus tariqasida polностью bepulga taqdim etiladi. Bunaqa imkoniyatni umuman qo'ldan boy bermang. Tushuntirib o'taman. Bu kitob hech qayerda sotuvda yo'q. Bu kitob faqat ilm markazi o'quvchilari uchun. Siz ham aynan shu kitobni bemalol hozir qo'lga kiritib olishingiz mumkin. Shuning uchun polностью ro'yxatdan o'tib, kursimizga yozilib qolsangiz, bemalol mana shu kitobni siz qo'lga kiritasiz va eng muhimi mutlaqo bepulga. Bunaqa imkoniyatni qo'ldan boy bermang, hurmatli o'quvchilar. Va buni hammasi sizga atigina 90 kunda noldan razgavorga erishishingiz uchun eng samarali yo'l, eng yagona yechim va eng effektivniy metod hisoblanadi. Aziz o'quvchilar,
Mana bugun biz siz bilan 2026-yilga eng asosiy yechimni ham berib o'tdik. Bo'ldi, endi uni rus tilini o'rganishim kerak ekan, endi qilishim kerak ekan deb o'ylab, siqilib ham o'tirish shart emas. Shunchaki o'zi ro'yxatdan o'tib qo'ysangiz bo'ldi, hamma yechimni atigini 3 oyda siz polностью olasiz. Qisqa muddat ichida butun umrlik samarali bilimni qo'lga kiritasiz. Shuning uchun hoziroq ro'yxatdan o'ting va albatta 2026-yilga siz уже maqsad bilan emas, harakatlar bilan, maqsadni erishish uchun eng muhim vositalar bilan 2026-yilni boshlang. Bu havola orqali ro'yxatdan o'tsangiz nafaqat sizga workbook beriladi, balki ilm markazi tomonidan maxsus chegirmalar ham taqdim etiladi. Bunaqa imkoniyatlar hech kimga berilmaydi. Shuning uchun polностью по maksimum foydalanib qoling. Yil yakunida o'zingiz uchun, bilimingiz uchun eng zo'r sarmoyani hoziroq qiling va albatta o'sha Xudo xohlasa mart oylarida yanvardan kursni boshlasangiz, Asal Muxtarni rahmat o'shanda yaxshiyam aytgan ekansiz deysiz. Sizga 2026-yilda o'qishlaringizga muvaffaqiyat tilab qolamiz. Rus tilini o'rganmoqchi bo'lgan do'stlaringizga ham bu videoni yuborib qo'ying, hammaga o'shanda manfaatli bo'ladi. Va albatta 2026-yil rus tilini sodda o'rganishingiz uchun bizni kuzatib boring.